Mana qizlarjonlar, bizga kollagenimiz yetib keldi. Kollagen va C vitamini 3 tipli. Juda kutgandik, bir emas 3 ta zakaz qilganmiz qizlarjonlar. Bu kollagenimiz nimalarga bizga kerak? Yoshartirishga, masalan, yuzingizni, teringiz osilgan bo'lsa, o'shalarga tashqi taraflama ham, ichki taraflama ham zo'r sizni yoshartirishga yordam beradi. Ya'ni 30 yoshdan keyin, 25 yoshdan keyin уже bizda kollagen tanalarimizga kerak bo'ladi, chunki qayta ishlamaydi hujayralarimiz, to'qimalarimiz. Shuning uchun kollagen обязательно 30 yoshdan keyin ichsalaringiz oyoq og'riq, bel og'riq, grija, o'sha narsalaringiz umuman sizda uchramaydi va undan tashqari yuzingizni ham zo'r yoshartirishga yordam beradi.